Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugun 9-oyning 13-kuni. Yaqindan buyon nurg'un odamlar Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi krizis taraq qilib, urush boshlanamdi, yo'q degan temada har xil ko'z qarashlarda bo'lyotdi. Yana bunday aytganda, Xitoyda bir urush bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala to'g'risida butun insonlar qattiq ko'ngil bo'layotgan bir masala. Xo'sh, endi Xitoy davlatiga kelsak, Xitoy davlati o'zining atrofidagi butun qo'shni ellarni o'ziga dushmanga aylantirib bo'ldi. Xitoyga nisbatan eng yomon bo'lgani dunyoning xo'jayini bo'lgan Amerikaning ochchig'ini kaygizib qo'ydi. Endi dunyoning xo'jasi bo'lgan Amerikaning boshlamchiligida Xitoy davlatining atrofidagi butun kichik davlatlar chopinni silib Xitoyga qarshi turadigan bo'ldi. Xitoy davlati bu vaziyatni ko'rib, bu vaziyatni qanday o'ngshashni bilmay qoldi. Butun dunyo 11-sentabr voqeasini xotirlayotgan mushu kunlarda Xitoy davlatining bayonotchisi bo'lgan Hua Chunying yanada tahdid so'zni ishlatib, "Sizlar Amerika yana bir qitim 11-sentabrni ko'rishni xohlamsizlar?" debdi. Mana deydigan gapi mushu. Xitoyning bu bayonotchisining gapidan biz sizlarni vayron qilamiz deydigan mazmun chiqib turdi. Hozir butun dunyodagi Xitoy virus sababidan kelib chiqqan fojialar orqali butun dunyo bu Xitoy virus voqeasini muqimlashtirib, bu Xitoyning ayni vaqtidagi Choshan urushgan deb jazmlashtirdi. Bunga nisbatan Amerika davlati va boshqa davlatlardami to'liq isbotlar bor ekan. Gap endi Xitoy bilan hisob daftar qiladigan vaqt yetib kelmabdi. Biz yaqindan buyon Amerika hukumatining bosh kotibi Mike Pompeo apandimning butun dunyoni aralab, har qaysi davlatlarning amaldorlari bilan ko'rishib, jiddiy shaklda Xitoyni yo'qotish planini qanot yoydirib kelyotdi. Hamda Pompeo apandimning bu tashabbusini butun davlatlar qo'llashga boshladi. Yana kelib, yangi ittifoqdosh davlatlar shakllandi. 11-sentabr voqeasida Amerika davlatida 3000 dek odam o'ldi. Shuning bilan Amerika Afg'onistonga nisbatan urush ochdi. Bu qitimki Xitoy virusida Amerikada 180 ming odam o'ldi. Dunyo bo'yicha 1 millionga yaqin odam o'ldi. Mushu odam o'lgan davlatlar bu dardni, bu ochiqni qanday yutadi? Amerika davlati bu dardni singdirib bo'pti dema. Biz xabarimizda burumi deb o'tdik. 1940-yil 12-oyning 7-kuni Yapon armiyasi tuyuqsiz Amerikaning Harbor orlig'iga qattiq hujum qo'zg'ab, 2000 dan ortiq amerikaliklarni o'ldirib o'tgandi. Shuning bilan Amerika davlati 2-dunyo urushiga qatnashib, Yapon davlatiga qarata hujum qildi. Oxirida Yapon davlatini urushda yengib, ayni vaqtdagi Yaponning bosh vazirini dog'isib, Yapon davlatining tuzilmasini tubdan o'zgartirib o'tdi. Shunga biz Amerika davlatidan umid kutishimiz kerak. Umid kutmaymi, boshqa amal yo'q. Amerika davlati bo'lsin, g'arb davlatlari bo'lsin, bir qarorni chiqarguncha xil uzun vaqt ketadi. Nihoyat asta harakatga o'tadi. Masalan, 11-sentabr voqeasi yuz bergan vaqtida butun insonlar Amerika hamda Afg'onistonni uradigan bo'ldi, darhol uradigan bo'ldi deb shundoq taqozo bo'lib ketgandi. Lekin Amerika davlati oldirmay necha oyni o'tkazib o'tib, Amerika davlat majlislarida yig'in ichib, qarorlarni bekitib, qarorlarni butun Amerika kongressining ma'qullashi bilan, tasdiqlashi bilan ondan Afg'onistonga urush ichish huquqini chiqadi. Shunga bu g'arb dunyosining prezidentlari ochiq kelib qolsa, ustalning birini urib, buyrug'ini chiqarib, urush qilinglar deb, ustalning birini urib, urushni to'xtayli, chekinayli demaydi ekanda. Ammo bu g'arb dunyosi bir davlatga urush ichishni bekitgan bo'lsa, bu qarorni umumiyuzlik butun bir shaxmat taxtasining atrofliq puxta qadam bilan mengishni muhim o'rin qo'ydi ekan. Shunga Amerika davlati Xitoyga hujum qilishdan burun bu strategik planni puxta qadam bilan yaxshi tayyorlik qilib, Xitoy davlatining atrofidagi butun davlatlarni bir qo'rshov chembariga akirayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, Xitoy davlatining atrofidagi Amerikaning ittifoqdoshlariga qarasak, Amerika bilan Yaponiya, Janubiy Koreya o'rtasidagi harbiy ittifoqdosh. Amerika bilan Filippin o'rtasidagi harbiy ittifoqdosh. Uningdan boshqa Amerika davlati Vyetnam bilan bo'lgan do'stlik taraqqiyot. Uningdan boshqa Amerika, Avstraliya, Tayvan, Hindiston, Fransiya o'rtasidagi harbiy ittifoqdosh. Amerika davlati mana shunday vaziyatlarni shakllantirib, Xitoy davlatini jo'ndaydigan shunday bir vaziyatni yaratayotgan vaqtida
Xitoy davlatining qonxo'r raisi Shi Jinping o'zini Xitoy davlatining mangulik podshosiman degan tushni ko'ryotdi. Uning ustiga Xitoy davlati Hindiston bilan bo'lgan munosabatini texmo keskinlashtiryapti. Bir qancha kunning oldida Rossiyaning prezidenti bo'lgan Putinning tashabbusi bilan Hindiston davlati bilan Xitoy davlatining tashqi ishlar ministri Moskvada suhbatga o'tirib, Hindiston Xitoy o'rtasidagi chegara krizisini pasaytish fikrlarida 5 turli kelishimlarni qilib ekan. Lekin bu ikki davlatning tashqi ishlar ministrlari 5 turli kelishimlarni qilgan bilan, ammo ikki davlatning harbiy generallari harbiy qismlarining xabari yo'q ekan. Shuning bilan oldimizga juma kuni kechda Hindiston tarafdan tarqalgan xabar qaraganda, Tibet Kashmir chegarasiga yaqin bo'lgan Tibetcha Pangongtso ko'lining janubidagi ikki mo'yim tog' cho'qqisini Hindiston armiyasi taraf egallayapti. Hamda bu cho'qqining chegara atroflariga Hindiston armiyasi sim torlarni tortib chegara qilyapti. Xitoy taraf bu rayonni qaytarib olish uchun qurol ishlatmay ragatka temir kaltaklar bilan Hindiston taraf bilan ilishibmi bu yana qaytarib ololmabdi. Oxirida yorilinib, xeyli bir cho'ng qism ziminlarni tatqizib qo'yib chekinibdi. Hindiston tarafining aytishicha, Hindiston armiyasi 1962-yili Xitoy davlatiga tatqizib qo'ygan yerni qaytarib oldik debdi. 1962-yili Xitoy besib olgan yerni Hindiston armiyasi qaytarib olgani qaraganda, demak xeyli cho'ng bir zaminni qaytarib olgan bo'lish mumkin ekan. Bu voqeaning yuz bergan vaqti oldimizdagi juma kuni Xitoy askarlari Go'ro'ga ilib olgan Hindistonning 5 odamini qaytarib bergan kuni kechda yuz beribdi. Bu demak Hindiston taraf o'zining 5 odamini Xitoydan qaytarib bo'lgandan keyin Xitoy davlatiga tatqizib qo'ygan 62-yildagi ziminlarni biroqlam egallayapti. Bu voqea Xitoyga nisbatan intayin cho'ng zarba bo'libdi. Hindiston tarafga nisbatan 62-yili tatqizib qo'ygan yerni qaytarib olishning o'zi bir cho'ng g'alabaga aylanibdi. Endi Xitoy taraf 10-oyning oxiri tabiatning qattiq qor bo'ronlaridan burun Hindiston taraf egallab olgan yerni tortib olish uchun texmi ko'p askarlarni chegara bo'ylariga yo'tkazib yetibdi. Uning ustiga Yapon bilan Hindiston ittifoqdosh kelishimini tuzibdi. Bu ikki davlatning ittifoqdosh kelishimida, ya'ni Yapon davlatining tashqi ishlar bosh vazirining deyishicha, Hindiston Yapon ikki davlat 9-oyning 9-kundan boshlab ikki davlat kelishimiga imzo etibdi. Kelishimda ikki davlat o'zaro moddiy ashyo va emgak kuchlarni yetkazib berish kelishimi ekan. Kelishimning qoidasi bo'yicha Yaponiyaning o'zini qo'g'dash qismi Hindistonning qurolli armiyasi bilan manevr jarayonlarida o'zaro oziq-to'lik va yiqilg'u energiya va zapas materiallarni o'zaro yetkazish, transport va harbiy aslahalarni o'zaro bahramon bo'ladi ekan. Bu demak, bundan keyin harbiy jihatda Yapon, Hindiston ikki davlat harbiy ishlarga munosabatlik butun aslahalarni o'zaro yordam shaklida tang bahramon bo'ladi ekan. Hattoki ikki davlatga tava bo'lgan harbiy bazalarni ham tang ishlatadi ekan. Bu demak, Yapon, Hindiston ikki davlatning munosabati harbiy jihatda eng yaqin ittifoqdoshga aylandi ekan. Masalan, Hindiston davlati Xitoy davlati bilan urush ichib qolsa, Hindistonning kurashchi aeroplanlari yetishmagan vaqtida Yapon davlatining kurashchi aeroplanlari yordam keladi ekan. Bundan keyingi urushlarda g'alaba qiladigan davlat orqa safning harbiy moddiy ashyolari davomli to'liqlanib turadigan fan texnikada yuqori ustunlikni egallaydigan davlatlar g'alabaga erishadi ekan. Hamda Xitoy davlatiga nisbatan Xitoyning janubiy dengiz rayonlarini Amerika boshchiligidagi Yapon, Avstraliya, Filippin, Tayvan qatorliq ittifoqdosh davlatlarning qattiq kontrol qilishiga uchrab, Xitoy hatto nafas olish imkoniyatimi bo'lmaydi ekan. Sharq tarafda bo'lsa, Yapon davlati Janubiy Koreya davlatining kontrol ostida qoladi ekan Xitoy. G'arb tarafda bo'lsa, Hindiston va Hindistonning orqasidagi Fransiya davlatining kontrolida turadi ekan. Hamda yana bir yangi ahvol bo'lsa, Amerikaning general darajalik harbiy amaldori Mongoliya davlat mudofaa armiyasining amaldori bilan kelishim imzolab, Amerika armiyasi tashqi Mongoliyada o'ttir musofirlik boshqarilgan bombalarni o'rnatdi ekan. Amerika davlati Mongoliyada o'rnatgan o'ttir musofirlik boshqarilgan bombalar Xitoy davlatining har qanday yeriga
bemalol zarba beroladi ekan. Hatto Amerika armiyasi tashqi Mong'oliyada harbiy baza qurdi ekan. Bunda aytganda Xitoy davlatining shimolida Amerikaning bir harbiy bazasi paydo bo'ldi degan gap. Agar vaqti kelsa, Mong'oliyadagi Amerikaning boshqarilgan bombalari har vaqt Bejin shahrini yo'q qilib yetadi ekan. Mana bu Xitoy hukumatining jinini oldigan vaziyat yetib kelyotidi degan gap. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Xabarimiz mishagicha oyoqlashdi.